Mana bu innovatsiya, haqiqiy vulkanizatsiya. Bunaqa smartfonni Samsung ham, iPhone ham chiqazolmaydi hali beri va orzu ham qilmasa kerak. Bu Honor Robot. Wow, chiqqan kamerasini ko'rdinglarmi? Bunaqangi holatda hech kim video ola olmaydi. Smartfonning kamerasi 200 megapiksel. Bundan tashqari Ari maxsus nemetskiy kompaniya kino kameralar ishlab chiqaradigan korxona bilan hamkorlikda ishlab chiqarilgan va videolardagi ranglar maksimalni kinoshni, ya'ni kinoga yaqinlashtirib olgan. Va bunaqa rakursda hech qaysi telefon ola olmaydi. Endi bunda yana AI ham qo'shilgan, sun'iy intellekt, ya'ni o'zi sizni tracking qilib, sizni kuzatib, bemalol qayerga qanaqangi video olish kerakligini va aylanishini ko'ryapsizlarmi? Samsung albatta buni o'zini smartfonda ko'rsatdi, lekin bu darajada bunaqangi aqlli kalla qimirlatishlar Samsungda hali beri yo'q. Aytgancha smartfon narxini bilmoqchi bo'lsanglar, kommentda plus qoldiringlar. Bunaqangi smartfon olgan bo'larmidingiz?